Hozir bu yangilikni eshitgandan keyin aniqsiz Shovotda ishonch do'konidan qarab yo'l olasiz. Lekin bir narsani ogohlantirib o'taman. Mabodo sizlar bozor tarafdan keladigan bo'lsangizlar, yo'limiz yopiq holda turibdi. Mashinada keladigan bo'lsangiz, mashinangizni bolnitsani stoyankasiga qo'yishingiz mumkin. Quruq tarafdan keladigan bo'lsangiz, yo'limiz ochiq turibdi. Bemalol ishonch do'koniga kelishingiz mumkin bo'ladi. Endi siz nima uchun ishonch do'koniga kelishingiz kerak bo'ladi? Videomizni davomini ko'ringlar. Hozirgi yangiligimiz telefon olib sotalar uchun ham, sizlar uchun ham zo'r bo'ldi. Nima uchun desa, ishonch do'konlarida telefonlar zavod bahosidan tushib qoldi. Masalan, Samsungning A56 modeli esa bu yerda 4.372.000 so'm ekan. Ko'chadagi boshqa do'konlarda solishtirib ko'radigan bo'lsangizlar, 5.5 million so'm. Samsungning A26 modeli esa 3.56.000 so'm. Boshqa do'konlardan 3.5 million, 3.700.000 so'm topishingiz mumkin bo'ladi. Samsungning A17 modeli esa boshqa do'konlarda 2.300.000, 2.400.000 dan ham topsangiz bo'ladi. Lekin bu yerda sotilib turgan bahosini eshitinglar. 1.990.000 so'mdan sotilib turibdi ekan. Hamma telefonlarda narxi tushgan vaqtida endi bir savol paydo bo'ladi. iPhone telefonlar narxi nechaga tushibdi ekan deb kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu yerda iPhone narxlari necha so'm bo'lishi mumkin boshqa do'konlarga qaraganda, solishtirganda. Ishonch do'konlarida iPhone telefonlarining 17 modeli va boshqa modeldagi telefonlarni har xili ranglaridan topishingiz mumkin bo'ladi. Endi sho'ra kelganda bu eng asosiy yangilikni aytib o'tmasam bo'lmaydi. Ishonch do'konida sotib olgan xaridingiz 5 million yoki 5 milliondan ziyod bo'lsa, ko'rib turgan bo'lsangizlar, zo'r aksiya bor ekan. Bu aksiya 1-dekabrdan 30-dekabrgacha bo'lib turibdi ekan. 250 dan ziyod qimmatbaho sovg'alar qo'yilgan. Bulardan eng asosiysi 2 xonali kvartira va 10X avtomobilidan yutib olish imkoniyatlari sizda bor ekan. Xullas, bir gap bilan aytganda, ishonch do'konida arzonchilik boshlandi. Arzonchilik deb turganligim sababi ko'chadagi olib sotalar ham ishonch do'konidan o'z biznesini qilib turganidan xabaringiz bormi? Asli hammangizni ishonch do'konidan taklif qilamiz.